Xavotir nima? Xavotir ruhiy, psixikani va tanani judayam qattiq siqilishi yoki tamanglashishi deyishim mumkin. Biror bir sabab bilan bo'ladi, vaziyatga ko'ra bo'ladi. Normal albatta, bu imtihondan oldin, biror bir sinovli vaziyatdan oldin, hayajonli narsalardan oldin, uchrashuvlardan oldin, suhbatlardan oldin bo'ladi. Bu normal. O'sha voqea bo'lib ketgandan keyin bu o'ziga tushadi, joyiga tushadi. Ana endi anormali esa hech qanaqangi vaziyatga bog'liq emas, o'zidan o'zi paydo bo'ladi va yo'qolmaydi. Tana siqilgan, uyqusizlik, toqatsizlik, har xil fikrlarni kelishi, mana bu holat ko'ngil g'ashlik deb ataymiz vaqtda, mana bu xavotir esa aynan neyrotik, bu bilan ishlash kerak bo'ladi. Va yana qaytarib aytaman, men psixolog Shahnoza Halilova. 16 yillik tajribamga ko'ra, tanaga yo'naltirilgan terapiya xavotirlar va qo'rquvlarni eng yaxshi tuzatadigan metod ekanligini amin bo'ldim. Chunki unutmangki, xavotir va qo'rquvlarni, nevrotik qo'rquvlarning sababi faqatgina tanamizda. Chunki biz tanamizga keladigan xavfdan qo'rqamiz. Bu haqida ko'proq ma'lumot olish uchun keyingi videolarga o'ting. Salomat bo'ling.